Bugun men juda muhim mavzuni ko'taryapman. Hisoblagich tekshirildi. Keyin esa odamning bo'yniga 1 million, 1 million, ba'zan undan ham katta summa yozildi. Bu holat elektr, gaz yoki suv hisoblagichi bor har bir xonadonga tegishli. Men buni shunchaki qo'rqitish uchun aytmayapman. Amaliyotda odamlar ko'pincha men hech narsa qilmaganman. Hisoblagi o'zi buzilgan, plomba eski edi. Tekshiruvchi keldi-yu, dalolatnoma yozib ketdi deb qolishadi. Keyin esa qarzdorlik, jarima, qayta hisob-kitob, tarmoqdan uzish, sudgacha boradigan muammolar boshlanadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot har bir oila uchun, ayniqsa xususiy uyda yashaydiganlar, ijarada turganlar, tadbirkorlar, do'kon, oshxona, ustaxona ishlatadiganlar uchun juda muhim. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularni men oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Avvallari ko'pchilik hisoblagich masalasiga unchalik jiddiy qaramasdi. Elektr hisoblagich ishlayaptimi? Gaz hisoblagich aylanyaptimi? Suv hisoblagich ko'rsatyaptimi? Plomba joyidami? Oxirgi tekshiruv muddati o'tganmi yoki yo'qmi? Bularni ko'p odam tekshirmasdi. Sababi oddiy, ko'pchilik har oy pulini to'lab tursam bo'ldi deb o'ylardi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Tarmoqlar raqamlashtirilyapti, nazorat kuchaygan, hisoblagichlar masofadan o'qiladigan bo'lyapti. Tekshiruvlar ko'paygan. Eng muhimi, noqonuniy ulanish, plombaga tegish, hisoblagichni sekinlatish, magnit qo'yish, aylanma yo'l bilan foydalanish kabi holatlar aniqlansa, oddiy oylik to'lov emas. Balki katta miqdorda qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Men bu yerda bir narsani aniq ajratib aytaman. Odamlar ko'pincha hamma summani jarima deb ataydi. Aslida ayrim holatda bu ma'muriy jarima bo'ladi. Ayrim holatda esa yetkazilgan zarar yoki qayta hisoblangan iste'mol summasi bo'ladi. Masalan, elektr tarmog'i vakili kelib, hisoblagich plombasi buzilganini aniqlasa dalolatnoma tuziladi. Keyin ma'lum davr uchun iste'mol qayta hisoblanadi. Bu hisob-kitob xonadondagi elektr jihozlari quvvati, foydalanish ehtimoli belgilangan norma yoki qoidalarga qarab chiqarilishi mumkin. Natijada 2 million ham chiqishi mumkin. 1 million ham chiqishi mumkin. Katta tadbirkorlik obyektida undan ham ko'p chiqishi mumkin. Gazda ham shunday. Gaz hisoblagich plombasi shikastlangan, hisoblagich aylanishi to'xtagan, gaz g'uri hisoblagichdan aylanib o'tgan. Yoki ruxsatsiz ulanish bo'lsa, gaz ta'minoti korxonasi iste'molni qayta hisoblaydi. Ayniqsa isitish mavsumida xususiy uyda gazdan ko'p foydalaniladi. Shunda bir necha oy uchun hisob-kitob qilinsa, summa juda katta bo'lib ketadi. Suvda ham plomba, hisoblagichning ishlashi, teskari aylanish, aylanma ulanish kabi holatlar bor. Ko'pchilik suv arzon deb o'ylaydi. Lekin ko'p xonadonli uy, ishlab chiqarish, hammom, avtomoyka, kafe yoki issiqxona bo'lsa, suv bo'yicha ham katta qarzdorlik chiqishi mumkin. Birinchi navbatda xavotir olish kerak bo'lganlar hisoblagichi eski bo'lganlar. Agar sizning elektr, gaz yoki suv hisoblagichingiz bir necha yildan beri tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa, pasporti yo'qolgan bo'lsa, oxirgi metrologik tekshiruv muddati haqida bilmasangiz, bu xavfli holat. Chunki hisoblagich qonuniy ravishda ishlatayotganingizni isbotlaydigan asosiy vosita. U belgilangan muddatda tekshirilgan, plombalangan va ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Ikkinchi xavf guruhi ijaraga uy berganlar va ijarada yashayotganlar. Masalan, uy egasi Toshkentda ishlaydi, uyini ijarachiga bergan. Ijarachi elektrdan ko'p foydalanadi. Konditsioner, isitgich, elektr pechka ishlatadi. Bir kuni tekshiruv keladi va hisoblagich plombasi shikastlanganini aniqlaydi. Uy egasi men u yerda yashamayman desa ham, iste'mol obyekti uning nomida bo'lishi mumkin. Korxona ko'pincha shartnoma kimning nomida bo'lsa, o'sha bilan ishlaydi. Keyin uy egasi bilan ijarachi o'rtasida tortishuv boshlanadi. Shuning uchun men doim aytaman, ijaraga berishda hisoblagich ko'rsatkichlarni akt bilan yozib oling. Plombalarni suratga oling, kommunal to'lov kim tomonidan to'lanishini shartnomada belgilang. Uchinchi xavf guruhi tadbirkorlar, do'kon, nonvoyxona, oshxona, payvandlash ustaxonasi, muzlatgichli ombor, avtomoyka, tikuv sexi, issiqxona ishlatadiganlar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki bunday obyektlarda iste'mol oddiy xonadonga qaraganda yuqori. Agar hisoblagichda muammo chiqsa, qayta hisob-kitob ham yuqori bo'ladi. Masalan, kichkina do'konda 3 ta muzlatgich, konditsioner, chiroqlar, kassa apparati va boshqa uskunalar bor. Bir oyda elektr uchun 800 ming so'm to'layotgan bo'lsa, tekshiruvda noqonuniy ulanish aniqlansa, 6 oy yoki undan ko'proq davr uchun hisoblash natijasida 10 million so'm chiqib qolishi mumkin. Bu odamning butun foydasini yeb qo'yadi. 4-xavf guruhi
xususiy uyda yashaydiganlar. Xususiy uyda gaz qozoni, suv nasosi, elektr isitgich, issiq pol, konditsioner, payvand apparati, hovli yoritgichi, issiqxona, quduq nasosi bo'lishi mumkin. Bularning hammasi iste'molni oshiradi. Agar hisoblagich ko'rsatkichi real iste'molga mos kelmasa, tarmoq korxonasi shuba qilishi mumkin. Masalan, 200 kvadrat metrlik uyda qishda gaz sarfi juda kam ko'rinsa, tekshiruvchilar kelib hisoblagich va quvurlarni ko'rishi tabiiy. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hisoblagichingiz rasmiy o'rnatilgan bo'lsa, plombalari butun bo'lsa, oxirgi tekshiruv muddati o'tmagan bo'lsa, har oy ko'rsatkichlar to'g'ri topshirilgan yoki avtomatik hisoblanayotgan bo'lsa, to'lov kvitantsiyalari saqlangan bo'lsa, siz asosan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Men o'zim ham har bir xonadonga bitta oddiy odatni tavsiya qilaman. Oyda bir marta hisoblagichni suratga oling. Suratga sana tushsin, plomba ham ko'rinsin. Bu ertaga nizoli vaziyatda sizga dalil bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, xonadonda elektr hisoblagich koridorda turadi. Qo'shnilar, ustalar, turli odamlar o'tib yuradi. Plomba eski, simga tegib ketilgan, qopqoq biroz qimirlab qolgan. Egasi e'tibor bermagan. Tekshiruvda plomba shikastlangan deb dalolatnoma tuzildi. Egasi hech narsa qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin dalolatnomada holat qayd etildi. Agar u o'sha joyda e'tiroz bildirmasa, suratga olmasa, izoh yozmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Ikkinchi misol, gaz hisoblagich tashqarida yomg'ir va quyosh ostida turgan. Qishdan keyin korpus zanglagan, plomba sim bo'shashgan. Tekshiruvchi kelib, plomba holati talabga javob bermaydi deydi. Bunday vaziyatda darhol men plombaga tegmaganman, hisoblagich tashqi muhit ta'sirida shikastlangan bo'lishi mumkin. Ekspertiza o'tkazilsin deb yozish kerak. Chunki har qanday shikastlanish ataylab qilingan degani emas. Uchinchi misol, ijarachi elektr hisoblagichga magnit qo'ygan, uy egasi bilmagan. Tekshiruvda aniqlangan. Tarmoq korxonasi shartnoma uy egasi nomida bo'lgani uchun talabni unga qo'yadi. Uy egasi keyin ijarachidan undirishga harakat qiladi. Lekin yozma shartnoma bo'lmasa, bu juda qiyin. Demak, uy egasi ham hisoblagich holatini nazorat qilib turishi shart. To'rtinchi misol, tadbirkor do'kon ochgan, lekin maishiy tarifda elektr ishlatgan yoki quvvat oshirilgan uskunalarni rasmiylashtirmagan. Keyin tekshiruv kelib, amaldagi foydalanish shartnomaga mos emasligini ko'radi. Bu ham muammo, chunki tarmoqqa ulanish shartlari, quvvat limiti, tarif toifasi to'g'ri bo'lishi kerak. Men bilmaganman degan gap har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, tekshiruvchi keldi degani. Siz hamma narsaga indamay rozi bo'lishingiz kerak degani emas. Tekshiruv jarayonida siz ishtirok etishga, dalolatnoma mazmunini o'qishga, e'tirozingizni yozishga, nusxa olishga haqlisiz. Agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan gaplar bo'lsa, dalolatnoma bilan rozi emasman, ekspertiza talab qilaman, holat yuzasidan alohida tushuntirish beraman deb yozing. Ko'pchilik xato qiladi. Qo'rqib imzo qo'yadi yoki umuman imzo qo'ymaydi. Imzo qo'yish har doim rozi bo'lish degani emas. Muhimi, imzo yoniga e'tirozingizni yozing. Agar yozishga joy bermasa, alohida varaqda yozib, qabul qildiring yoki pochta orqali yuboring. Ikkinchi nozik nuqta, hisoblagich buzilgan bo'lsa, buni yashirmang. Masalan, elektr hisoblagich ko'rsatmay qoldi, gaz hisoblagich tovush chiqaryapti, suv hisoblagich teskari aylanyapti. Odamlar ba'zan o'zi kelib tuzatishar deb kutadi. Bu eng katta xato. Siz darhol ta'minot tashkilotiga yozma murojaat qilishingiz kerak. Telefon qilib aytish yaxshi, lekin yozma iz qoldirish muhim. Ariza raqami qabul qilingan sana mas'ul xodim ma'lum bo'lsin. Shunda keyin men xabar berganman deb isbotlay olasiz. Uchinchi nozik nuqta, plombaga umuman tegmang. Ba'zan uyda ta'mirlash bo'ladi. Usta keladi, hisoblagich atrofidagi shkafni almashtiradi, simni suradi, quvurni bo'yab qo'yadi. Usta bexosdan plomba simini uzib yuboradi. Natijada siz javobgar bo'lib qolasiz. Shuning uchun hisoblagich atrofida biror ta'mirlash bo'lsa, oldindan ta'minot tashkilotiga murojaat qiling. Ular kelib plombani yechib, ish tugagach qayta plombalash kerak. Usta aytdi, hech narsasi bo'lmaydi degan gapga ishonmang. To'rtinchi nozik nuqta, hisoblagichni ko'chirish, almashtirish yoki boshqa joyga o'rnatish faqat rasmiy tartibda bo'lishi kerak. Men ko'p ko'rganman, odam hovlisini ta'mirlaydi, gaz hisoblagich xalaqit beradi. Tanish usta bilan boshqa joyga ko'chiradi. Keyin hujjat yo'q, plomba yo'q, qabul qilish akti yo'q. Tekshiruvda bu noqonuniy aralashuv sifatida baholanishi mumkin. To'g'ri yo'l ariza.
loyiha yoki texnik shart zarur bo'lsa shuni olish, vakolatli mutaxassis kelishi, dalolatnoma, plomba, yangi ko'rsatkich qaydi. 5-nozik nuqta qarzdorlik va jarimani farqlang. Sizga 15 million so'm chiqdi deyishsa, darhol so'rang. Bu nima asosida hisoblandi? Ma'muriy jarimami? Zarar summasimi? Qayta hisob kitobmi? Penya yoki avvalgi qarzdorlikmi? Hisob kitob jadvalini talab qiling. Qaysi davr uchun, qaysi tarif bo'yicha qanday quvvat yoki norma asosida hisoblanganini ko'ring. Ba'zan hisobda xato bo'ladi. Masalan, xonadonda mavjud bo'lmagan uskuna kiritilgan bo'lishi, davr noto'g'ri olingan bo'lishi, tarif adashgan bo'lishi mumkin. Siz buni tekshirmasangiz, ortiqcha to'lab yuborishingiz mumkin. 6-nozik nuqta. Hamma shunday qiladi degan gap eng xavfli tuzoq. Ba'zi odamlar magnit, aylanma sim, yashirin g'ur, hisoblagichni sekinlatish haqida maslahat beradi. Men ekspert sifatida ochiq aytaman, bu nafaqat noqonuniy, balki hayot uchun xavfli. Elektrda yashirin ulanish yong'in chiqarishi mumkin. Gazda esa o'qish, portlash, zaharlanish xavfi bor. Suvda esa qo'shnilarni suv bosishi, sanitariya muammolari paydo bo'lishi mumkin. Bugun 100 ming so'm tejayman deb, ertaga 15 million to'lash yoki undan ham yomoni odamlar hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. 7-nozik nuqta tekshiruvda videoga olish. Agar tekshiruvchilar kelsa, odob bilan janjalsiz telefoningizga jarayonni yozib oling. Men jarayon shaffof bo'lishi uchun videoga olyapman deng. Hisoblagichning holati, plombalar, ko'rsatkichlar, dalolatnoma tuzilayotgan payt ko'rinsin. Bu tekshiruvchilarga ham, sizga ham foydali. Faqat haqorat qilmang, to'sqinlik qilmang. Agressiya ko'rsatmang. Sizning maqsadingiz nizoni kuchaytirish emas, holatni aniq qayd etish. Birinchi qadam bugungi hisoblagichlaringizni tekshiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv bo'lsa, hammasini ko'ring. Ko'rsatkichni suratga oling. Plombaning raqami bo'lsa, uni ham suratga oling. Hisoblagich korpusi singanmi, oynasi darz ketganmi, simlar yoki quvurlar atrofida shubhali o'zgarish bormi? Tekshiring. Agar hisoblagich tashqarida bo'lsa, yomg'ir, qor, quyoshdan himoyasi bormi? Ko'ring. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda shartnoma, hisoblagich, pasporti, plombalash dalolatnomasi, oxirgi tekshiruv hujjati, to'lov kvitantsiyalari bo'lishi kerak. Agar qog'ozlar yo'qolgan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilib, nusxa yoki ma'lumotnoma so'rang. Elektr bo'yicha hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga, gaz bo'yicha gaz ta'minoti tashkilotiga, suv bo'yicha suv ta'minoti korxonasiga murojaat qilasiz. Hozir ko'p joyda onlayn kabinet, billing tizimi, chal markaz yoki davlat xizmatlari orqali ham ma'lumot olish mumkin. Lekin men baribir muhim masalada yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. 3-qadam, agar muammo topsangiz, darhol yozma ariza bering. Arizada quyidagicha yozish mumkin. Mening manzilimda o'rnatilgan hisoblagichda nosozlik yoki plomba holati bo'yicha shubha mavjud. Holatni rasmiy tartibda ko'rib chiqishingizni, mutaxassis yuborishingizni, zarur bo'lsa hisoblagichni ekspertizadan o'tkazishingizni so'rayman. Murojaat qilingan sanadan keyingi holat uchun menga asossiz qayta hisob kitob qilinmasligini so'rayman. Albatta, arizada ism, manzil, abonent raqami, telefon, sana bo'lsin. Arizaning nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi oldiring yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiqni saqlang. 4-qadam, tekshiruv kelganda o'zingiz yoki ishonchli vakilingiz ishtirok etsin. Uyda bola yoki yoshi katta odam bo'lsa, ular nima imzolayotganini tushunmasligi mumkin. Tekshiruvchilar hujjat ko'rsatsin, qaysi tashkilotdan ekanini aytsin, tekshiruv sababini tushuntirsin. Dalolatnomani o'qimasdan imzolamang. Har bir bandni ko'ring. Sana, manzil, hisoblagich raqami, ko'rsatkich, plomba raqami, aniqlangan holat, guvohlar, fotosuratlar, xulosa. Noto'g'ri joy bo'lsa, o'sha zahoti yozing. 5-qadam, sizga katta summa chiqarilsa, vaymaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval rasmiy hisob kitobni oling. Qaysi me'yoriy hujjat asosida so'rang. Qaysi davr olinganini tekshiring. Agar rozi bo'lmasangiz, ta'minot tashkilotiga e'tiroz arizasi bering. Arizada dalolatnoma bilan nima uchun rozi emasligingizni aniq yozing. Plomba tashqi muhit ta'sirida shikastlangan. Hisoblagichga men tomonidan aralashuv bo'lmagan. Hisoblangan davr noto'g'ri. Obyektda ko'rsatilgan uskuna mavjud emas. Ekspertiza o'tkazilmagan. Men avval nosozlik haqida xabar berganman kabi dalillarni yozing. Surat, video, kvitansiya, ariza nusxasi, guvohlar izohi bo'lsa ilova qiling. 6-qadam. Zarur bo'lsa, mustaqil ekspertiza yoki yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Har bir holat alohida baholanadi. Ba'zan hisoblagich laboratoriyada tekshiriladi. Unda haqiqatan ham aralashuv bo'lganmi
yoki texnik nosozlikmi aniqlanishi mumkin. Agar sizning dalillaringiz kuchli bo'lsa, hisob-kitob qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar masala hal bo'lmasa, sud tartibida nizolashish ham mumkin. Bunda hujjatlarning to'liq bo'lishi juda muhim. Og'zaki gap sudda kuchsiz. Yozma hujjat va dalil esa kuchli. 7-qadam kelajak uchun nazorat tizimini yo'lga qo'ying. Har oy bitta papaga to'lov cheklarini saqlang. Telefoningizda hisoblagichlar degan alohida albom oching. Har oy bir xil sanada suratga oling. Ijaraga uy bersangiz, kirish va chiqish payti ko'rsatkichlar aktini tuzing. Tadbirkor bo'lsangiz, quvvat, tarif, shartnoma, hisoblagich, joylashuv, plombalar bo'yicha alohida mas'ul odam belgilang. Bu oddiy tartib sizni katta muammolardan saqlaydi. Men xalq xavf ostida deganda ikki narsani nazarda tutaman. Birinchisi moliyaviy xavf. Odam bir oyda kommunal to'lovni o'z vaqtida to'lab yurgan bo'lishi mumkin. Lekin bitta tekshiruvdan keyin birdaniga 25 million so'm talab qilinsa, bu oila byudjet uchun katta zarba. Ayniqsa pensionerlar, ko'p bolali oilalar, ijarada yashovchilar, kichik tadbirkorlar uchun bu og'ir. Ikkinchisi hayot xavfi. Hisoblagichga noqonuniy aralashish faqat pul masalasi emas. Elektr tarmog'ida noto'g'ri ulanish, qizish, qisqa tutashuv yong'in keltirib chiqaradi. Gazda esa bitta kichik o'qish ham fojia bo'lishi mumkin. Men odamlar shuni tushunishini istayman. Hisoblagich va plomba davlat yoki korxona uchun qo'yilgan temir detal emas, u xavfsizlik tizimining bir qismi, u iste'mol adolatli hisoblash bilan birga tarmoqdagi tartibni ham saqlaydi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, hisoblagichga beparvo bo'lmang. Plomba butunmi? Hisoblagich ishlayaptimi? Hujjatlar joyidami? Tekshiruv muddati o'tmaganmi? Bularni ozroq ko'rib chiqing. Tekshiruv kelganda dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. E'tirozingiz bo'lsa yozing, surat va video dalil saqlang. Katta summa chiqsa, uning nimadan iboratligini talab qiling. Jarimami, qayta hisob-kitobmi yoki qarzdorlikmi? Hamma narsani yozma ravishda qiling. Men sizga qo'rqitish uchun emas, himoyalanishni o'rgatish uchun gapiryapman. Qonuniy ishlasangiz, hujjatlarni saqlasangiz, muammo bo'lsa vaqtida xabar bersangiz, o'zingizni ham, oilangizni ham, mulkingizni ham himoya qilasiz. Eng yomoni beparvolik, keyin ko'raman. Hech narsa bo'lmaydi. Hamma shunday qiladi degan fikrlar odamni katta qarzdorlikka va xavfli holatlarga olib keladi. Sizda shunday tekshiruv bo'lganmi? Hisoblagich bo'yicha katta summa chiqarishganmi? Dalolatnoma bilan rozi bo'lganmisiz yoki e'tiroz berganmisiz? Tajribangizni izohlarda yozing, boshqalar ham o'qib xulosa qilsin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun sizga, ertaga qo'shningizga yoki qarindoshingizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin.